Hurmatli obunachilar, 3-partiyamizga chiqqan Qo'chqorni qaranglar. Haqiqatdan boshqacha o'ta ham bahaybat, sifatli zotqa haqiqatdan ham 100% bo'laveradigan variantidan akalar. Akalar, mana jonivor kalla garbonoslarni quloq tashlashlarini qaranglar. Quloqlari ham haqiqiy uzun. Quloqlari necha Dilmurod aka? Quloqlari 21 plus. Quloqlari 21 plus. Quloq joylashuvlari ham vapshim udar, xudo xolasa. Akalar, jonivorni kallalari zo'r ekan. Akalar, qo'ydi mana hamda zo'radan olaman deb qidirib yurganmidlaring. Bugun videoni oxirigacha ko'ringlar, xudo xolasa. Eksklyuziv zo'r video bo'ladi akalar. Assalomu alaykum. Navruzbek Uz kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalarimiz. Hop, qo'y ishqibozlari, qo'zi ishqibozlari hamda mana hamda toza qonli Arashan, Qo'chqor ishqibozlari. Akalar, bugun biz Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'idan arzonchilar, optimchilar qishlog'idan video syomkalarimizni olib boramiz. Kimni qo'rasizlar deysizlarmi? O'sha har safar kanalimizda qo'ydi narxini zo'r qilib qo'yib berib, hamda esa faqat liniyali qo'ylarni olib kelayotgan akamiz Dilmurod akamizni mini qo'y fermalariga yetib kelganmiz. Dilmurod aka, tuzyimsiz? Rahmat, assalomu alaykum obunachilar. Akalar, bugun hafta kuniga hop yakshanba 2026-yil 22-fevral akalar. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'ringlar. Hop, Dilmurod aka, endi bu Qo'chqorimizni ma'lumotini beraylik aka. Bu Navruzbek 10 oylik qo'zi bu. 10 oylik qo'zi. 10 oylik qo'zi mana qarang. Jonivor qo'zichoq ekan. Bo'ldi aka. Ko'rindimi? Ha, ko'rindi. Ko'rishdi obunachilar. Akalar, 10 oylik qo'zi. Nima deyapti jonivor? O'ta uzun, katta, yirik narsa ekan, lekin haqiqatdan oldi ko'kraklari bir yaxshilab ahamiyat beringlar. Obunachilar, bu pauza qilganimga e'tibor qilmaysizlar mana. Ikki kishimiz metrda olgani o'zim bordim. 95 ga yaqin ekan bo'yi. 90 plusga olishaveradi. 90 plusda akalar, 90 plusga olaverasizlar. Uzunligini o'lchab. Uzunligi ham 90 plus xudo xolasa akalar, 95 ga yaqin uzunligi ham. Uzunligi ham hamma tomonlama kelishgan, qo'y katta narsa. Hop, juni ham o'zi to'kiladigan. Dilmurod aka, buni liniyasi bormi? Liniyasi buni bilmaymiz buni Navruzbek. Aniq bilmaymiz. Lekin akalar buni ma'lumotni telefon orqali beramiz. Akalar, ekrandagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa ma'lumotlari beriladi. Lekin Qo'chqor haqiqatdan kelishgan yaxshi narsa ekan. Hop, ikkinchi, uchinchi partiyalarimizga ham yaxshilari chiqadi aka. Zo'rlari chiqadi. Bugun 6 dona Qo'chqorimiz bor, hammasi zo'rlari chiqadi. Akalar, bugun 6 dona chiqadi, xudo xolasa zo'rlaridan chiqadi. Hop, Dilmurod aka, jonivor, xudo xolasa o'ta udar. Dilmurod aka, endi buni bo'ladigan qilib, chiroyli qilib narxini ayting aka. Buni Navruzbek 1100 ga dastakpay ichida ketaveradi. 1100 ga. 1100 dollarga dastakpay ichida ketaveradi. 1100 dollarga akalar telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. 1 metrdan o'tadigan Qo'chqor. 1 metrdan o'tadigan yirik Qo'chqor olaman degan akalarimizga. Qarang, salkam 95 chiqyapti 10 oylik. 10 oyligida. 10 oylik holatda. O'zi 10 oylik holatda shunaqa chiqyapti. Shularni ham qarang. Jonivorni oldi ko'kraklari hamma tomonlama kelishgan, zo'ridan olaman deganlarga. Akalar, bo'lmasa telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Telefon qilsalaring xayri bor. Like-ni bosib otangga rahmat deyishni unutmaymiz. Bo'lmasa ham biz keyingi partiyalarimizni boshlayveramiz akalar. Hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyamizga chiqqan Qo'chqorni qaranglar akalar. Yuzboshlari haqiqatdan ham udar kelishgan, quloqlari uzun, zo'ridan olaman deganlarga. Dumba razrezlarini qaranglar. Abdulmurod aka, buni yosh oyliklari qanaqa? Birinchida chiqqan Qo'chqor yosh teng. Birinchida chiqqan qo'zi bu ham mana. Bu ham 10 oylik qo'zi. Birinchida chiqqan Qo'chqor bilan sherigi. Sherik, shu sherigi bu ham. Akalar, ko'kraklarini qaranglar. Qo'y haqiqatdan ham go'zal kelishgan, zo'r narsa ekan. Eng qizig'i mana bel tekisliklariga, dumba joylashuvlariga, oyoq kaslaklariga e'tibor beringlar. Keyin quloq joylashuvlarini, quloq tashlashlarini qaranglar, jonivorni. Haqiqatdan juda ham boshqacha narsa ekan. Bo'ybastlarini nechiga beramiz aka buni? O'lchab ko'rsataveramiz. Bo'ybastlarini o'lchab ko'rsatiladi. Quloq uzunliklari necha aka buni? 21. Quloq uzunliklari 21, ha, xudo xolasa. 21 o'lchangan. Akalar, almashtirib oling, metrni deb oling. Mana akalar 90. Xudo xolasa 90 ga olaverasizlar. Quloq uzunliklari, quloq parametrlari 21. Kalla garbanoslariga hamma tomonlama e'tibor beringlar. Qo'y haqiqatdan boshqacha, go'zal, chiroyli narsa ekan. Hop, Dilmurod aka, yedi-ishti sog'lomliklariga 1 hafta kafolati bor. 1 hafta kafolatlari beriladi akalar. Behijolat telefon qilaverasizlar. Bu jonivorni qaranglar. Umuman dumpum aralashmagan razrez haqiqiy dakansa, xudo xolasa. Ertadan keyin kun yana ham isiganda junini chiroyli qilib olib qo'ysa, qo'ralarda yaltirab turadigan variantidan ekan, ha. Ular buni
Yozga olib borib ham qo'yib qo'ysa shu zo'r bo'ladi buni. Ha. Ozgina tarbiyalab qo'yib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa, Yosh endi lekin bular hali. akalar mana shu qo'ylarda realni liniyasi bo'lishi kerak. Nimaga Liniyasi akalar? bo'lishi kerak bular, Liniyasi yo'q qo'y bunaqa bu holatga kelmaydi. Endi kimdir egalari bilan xotirjam bog'lana olmasdan liniyasini bilmay qolgan bo'lishi Bularda mumkin. Navruzbek hamma ma'lumot bor, telefonda aytiladi. Telefonda aytiladi. Telefon qilsa aytiladi ma'lumotlarni. Bo'ldi aka. Endi Dilmurod aka buni narxini nima deymiz aka? Buni $1000 dastlabki ichida ketaveradi. $1000 ga. $1000 dastlabki. Akalar $1000 ga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa dastavkalari ichida bo'ladi. Qo'y haqiqatdan boshqacha narsa mana. Yuzvoshlari hamma tomonlama kelishgan. $1000 ga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Bo'lmasam biz keyingi partiyalarimizni boshladik akalar. Hurmatli obunachilar, 3-partiyamizga Qo'chqorda xudo xolasa o'ta ham gigantidan dumbalari ham bashara 100 hamma tomonlama kelishgan. Keyin mana oyoq kastaklarini qaranglar akalar. Istagan tuyoq haqiqatdan dumba quyruqlari ham kelishgan. Zo'ridan ekan Dilmurod aka. Qo'shqor nechta sovliq bo'lsa javob beraveradi. Hop, buni endi yoshlari qanaqa? Yoshlar 4 ishga o'tgan mana. Rosa kuyov bola, xudo xolasa. Yoshlari 4 akalar, oldi ko'kraklarini qaranglar. Qo'chqorda haqiqatdan chiroylisidan zo'ridan olaman degan akalarimizga tavsiya qilamiz. Bo'ybastlarini nechiga beramiz? O'lchab ko'rsatamiz. Bo'ybastlari o'lchab ko'rsatiladi, xudo xolasa akalar. Mana. Qo'chqor sal hurkakroq ekan lekin. Mana chiqqaniga pul sanaverasizlar, obunachilar, xudo xolasa. Qo'lingizda olib turing. Ha, akalar, 95. 95 plyus ham 95 ga olishaveradi. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa 95 ga olaverasizlar, lekin Qo'chqor haqiqatdan seriozniy boshqacha narsa ekan, ko'z tegmasin. Qo'chqor yoqqan bo'lsa, akalar laykni bosib, otangga rahmat deb kommentariyada bitta mashalloh so'zini ayamasdan yozib ketamiz akalar. Dilmurod aka buni 7 ishchi sog'lomlik hamma tomonlama garantiya, xudo xolasa. Qo'y qarashlarigacha garantiyasi bor. Qo'yga qarashigacha garantiya beriladi. Narxini nima deymiz narxini? Narxini 14 millionga dastavka qilib beramiz buni. 14 million so'mga dastavkalar bor. U tomoniga o'tib oling, qo'ydi bu tomonni ham bir ko'rsatib qo'y. Hurmatli obunachilar, 14 million so'mga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa telefon qilsalaring, xayr sunnatiga o'tib beriladi aka. Xayr sunnatiga ozmoz o'tib beriladi. Lekin Qo'chqor haqiqatdan ham go'zal, chiroyli narsa ekan. Uzunliklarini ham qaranglar. Bundan keyingi qanaqalar Dilmurod aka? Hozir bundan keyingi bir dona Qo'chqor, bir dona sovlig'imiz bor. Bundan keyingi bitta Qo'chqor, bitta sovliq bor. Quloqlari ham uzun-uzunlardan, ha. Quloqlari ham uzun-uzun variantlardan. Bo'lmasa ham akalar biz o'sha partiyalarimizni olib chiqamiz. Jonivorni qaranglar akalar, quloqlari 22 plus deyapsiz, Dilmurod aka. 22 quloqi, ha. Quloqlari 22 chiqyapti, 22 plusga olsalaring ham bo'laveradi, o'zi 23 ashnaqa. Hop, Dilmurod aka endi buni 4-partiyamizga olib chiqyapmiz. Ma'lumotlarni bering. Bu ham qo'zi mana, qarang. Bu ham qo'zi mana akalar. Necha oylik qo'zi bu? 10-11 oylik qo'zi bu. 10-11 oylik qo'zi. Hop, yoshlari 10-11 oylik, 7 ishchi sog'lomliklariga garantiyalari bor. Qo'yga qarashlari ham o'ta zo'r qo'ydi. Qo'yga qarashlari ham zo'r. Qora kashtaniga ishqiboz bo'lsalaring akalar, oldi ko'kraklarini qaranglar. Oldi ko'kraklari ham o'ta ham keng, boshqacha narsa ekan lekin. Mana o'zi sekin tulov boshlayapti. Mana uni akalar shoh deb o'ylamanglar, bu shoh emas, bu o'zini juni akalar. Shohboqi yo'q, xudo xolasa. Quloq joylashuvlari hamma tomonlama kelishgan zo'ridan. Bo'ybastlarini nechiga beramiz endi? O'lchab ko'rsatamiz, ular ko'rib olishadi. Bo'ybastlarini akalar o'zlaring ko'rib olaverasizlar. Aylantiring men. Mana akalar, bo'ybastlari 90 xudo xolasa akalar. 90 ga olaverasizlar. Hop, bellariga ham bir e'tibor beringlar. Bellari ham o'ta ham qalin, boshqacha narsa ekan akalar. Zo'ridan olaman deganlarga tavsiya qilamiz. Dilmurod aka endi buni videomiz cho'zilib ketyapti. Narxini nima deymiz? Buni 10 millionga dastavka qilib beraveramiz. Narxini akalar 10 million so'm, xudo xolasa telefon qilsalaring azmas xayriga o'tib berasiz. Hech kim aytgani ko'p emas. O'z yo'lida qo'yapsiz hammasini ham. To'g'ri, hammasini yo'lida qo'yapsiz. Endi baribir aytilgan pulga sotilmaydi-yu. Akalar 10 million so'mga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa akalar bundan keyingi ham sovliq chiqadi, bundan keyingi. Sovliq bor, ha. Bundan keyingi akalar sovliqni o'ta ham bahaybatidan, zo'ridan chiqadi. Jonivorni qaranglar. Telefon qilib aloqaga chiqinglar, 10 million so'mga arziydi mana shu Qo'chqor, haqiqatdan arzon narx bo'ldi. Hurmatli obunachilar, 5-partiyamizga sovliqda o'ta ham bahaybatidan katta mana bunday raketa dumba polvon variantidan. Hop, Dilmurod aka buni tez-tez ma'lumotlarini bering aka. Bu yoshlari mana 3-qoringa bo'g'oz hozir. Bo'ldi. Yoshlari 6 tish, oldi ko'kraklari zo'r. 3-qoringa bo'g'oz. Bo'ybastlari-chi? Bu o'lchab ko'rsatamiz. Bo'ybastlari o'lchab ko'rsatiladi. Garbonoslar akalar, garbonoslariga e'tibor beringlar. O'ta ham boshqacha.
Bo'ylari 90 plus. 90 ga olishaveradi. 90 ga olishaveradi. Akalar 90 ga olaverasizlar, xudo xolasa. Qo'y o'ta ham polvon qorinlarni qaranglar. Xudo xolasa. Endi Navro'zbek qarang. Buni avvalo bu narsa Allohdan u. Ha. Egizakchi deb berishgan. Egizakchi deb berishgan. Berishgan, ha. Hurmatli obunachilar, egizakchi. Biz bilmaymiz endi. Bittaga garantiya beriladi, lekin xudo xolasa olsalaring baxtlaring. Balkim 3 ta tug'ib olishi mumkin. Niyatga ham bog'liq, ha. Yaxshi Jonivor niyat bo'lsa- haqiqatdan boshqacha. Hop, Dilmurod aka buni endi qolib ketgan ma'lumotlari bo'lsa bunday gap. Obunachilar telefon qilib so'rab olishaveradi. So'rab olishaveradi. Endi buni narxini necha pul qilib beramiz? Buni narxini 12 millionga dastavka qilib beramiz. 12 million. Hop, hurmatli obunachilar, 12 million so'mga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Yaxshi narx. Bugun qo'ydi birorta bir bachkana unaqasi chiqmadi. Bugun faqat qo'ydi, yaxshilari chiqdi. Narxi ham arzon chiqdi. Telefon qilib aloqaga chiqinglar, bo'lmasam biz keyingi partiyalarimizni boshlaymiz akalar. Hurmatli obunachilar, so'nggi partiyamizga xudo xolasa puli ham arzon variantidan Dilmurod aka. Puli ham arzon, eng qizig'i mana bunday soppa sog'lom oyoq qo'llari uzun variantidan. Hop, Dilmurod aka buni yoshi qanaqa? 8 oylik qo'zi mana. Yoshlari 8 oylik qo'zi. Metrlari endi buni parametrlari qanaqa? O'lchab ko'rsatib beramiz mana. Aylantirib oling aka, 10 sm chiqib qolyapti aka. Mana akalar. Laykni bosinglar, xudo xolasa mana shunday ro'zani kunida qilayotgan mehnatimizga. Ozgina akam 90. 90 ga boryapti xotirjamlikka, 85 plusga olaverasizlar. Xudo xolasa laykni bosinglar. Ro'zani kunida qilayotgan mehnatimizga laykni bossa biz ham xursand bo'lamiz. To'g'rimi Dilmurod aka? Narxini yengil qo'yib beramiz. Qo'ylar narxini ham keyingi safarlari bundan ham yengil qilib qo'yib beriladi, xudo xolasa. Quloq joylashuvlari zo'r, kallalari chiroyli. 7 sog'lomliklari bir hafta kafolat. Akalar qolib ketgan ma'lumotlari bo'lsa telefon qilib o'zlaridan so'rab olasizlar. Mana qaranglar, oyoq kengliklari, dumba joylashuvlari, kastiyaklari hamma tomonlama kelishgan. Dilmurod aka videoni oxirini cho'zmaylik aka, endi buni narxini necha pul qilib beramiz? Buni 7,5 millionga dastavka ichida ketaveradi. 7,5 million so'mga akalar dastavkasi ichida ketaveradi. Hamma qo'yimiz Samarqandgacha bo'ladi dastavka. Hamma qo'y dastavkasi Samarqandgacha. Samarqandgacha bo'ladi. Hop, akalar, bugungi videolarimiz mana shular edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hop, Alloh choralaringga baraka bersin. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha